Megha Rajagopalan. Megha Rajagopalan Amerikadagi xalqarалық muxbir. Maryland shtatida cho'ng bo'lgan. Navbatda BuzzFeed agentligi uchun ishlamoqda. Megha Uyg'urlarning beshiga kelgan ichinishli qismatlarni dalil paketlar bilan yo'rtib, Uyg'ur masalasini xalqarada tunutishga töhfa qo'shgan vijdonliq axborotchilardan biridir. U Xitoyning Uyg'urlarga qarshi yurgizayotgan zulm va qirg'inchiliklarni pash qilish, Xitoy rahbarlarining qilmish atmishlarini sovuq qon va salmoq muloyizlar bilan dunyo jamoatchiligiga oshkorlash, Xitoy davlatining tarixda misli ko'rilmagan darajada kishilik huquq dafsandichiligi yurgizib, xalqaro jamiyat bilan tamoman qarshi qutubga qarab ilgirlayotganligini pash qilish jihatlarda o'ziga xos uslub va muxbirlarga xos ziyraklik bilan axborot sohasining diqqatini tortgan istiqbolliq muxbirdir. Xitoyning besim, tahdid va o'ch elishlari oldida qilch bo'shib qolmasdan Xitoyning jinoyatlarini xabar qilishni izchil davomlashtirayotgan bu jasoratlik muxbir ahvoldan xabardor Uyg'ur kuzatchilarining emas, o'qirmanlarning, xizmatdoshlarining va xalqaro jamiyatning hurmatiga, ishonchiga erishgan adolat jangchisidir. Megha 2012 yildan 2018 yilgacha BuzzFeed agentligining Xitoy tarmoqi direktori bo'lib, 6 yil xizmat qilgan. Megha Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilayotganligiga qarata ko'plagan doklad xabarlarni yozgan. Bu vajidan Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 2018 yili may oyidan boshlab uningga viza berishni rad qilgan. Megha Twitter hisobi orqali bergan bayonotida bu haqda mundaq degan: Xitoyda qaltis 6 yilni, ko'zim ichilgan 6 yilni o'tkazgandan keyinki Beyjingdan ayrilish hissiyotim to'limi ochiq-chuchuk. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi menga axborotchilik vizasi berishni rad qildi. Ular buni jarayon masalasi da'vatidi. Biz buning sababini aniq bilmaymiz. New York vaqt gazetining bildirishicha, Xitoyning Meghaga viza berishni rad qilishining sababi Meghaning Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan jinoyatlarini xabar qilganligi ekan. Megha Twitter bayonotida yana mundaq yozgan: Men yana shunimi ochiq bildirib qo'ymoqchiman. Men muxbirligimni Xitoyda turib davomlashtira olmagan taqdirdami, Xitoyning Sharq Turkistondagi 1 million musulmonni nazorat qilish, besim ishlatish va so'lab qo'yish qatorliq qilmishlarni xabar qilishdan va bayon qilishdan to'xtab qolmayman. Megha Xitoyning jinoyatlarini xabar orqali yezish bilan cheklanib qolmasdan, har qaysi yig'ilish programmalardami Xitoyning Uyg'urlarga solgan vayronchiliklarni jonliq, paketliq va jonliq misollar bilan bayon qilib berishni davomlashtirmoqda. U 2018 yili Osloda o'tkazilgan minglarcha kishi qatnashgan Oslo erkinlik muxbiri yig'inida Uyg'urlarning fojiasini tunishtirib mundaq degan: Navada siz Sharq Turkistonda yashaydigan Uyg'ur bo'lsangiz, Xitoy hukumati sizga nima ishlarni qila oladiganligingizni, nima ishlarni qila olmaydiganligingizni aytadi. Balalaringizga qo'yishingizga bo'lmaydigan ismlarmi shuning ichida. Hukumat yana sizga telefoningizda qandaq app detallarning bo'lsa bo'ladiganligi, qandaq muzikalarni anglasangiz bo'ladiganligi to'g'riliq yo'l yo'riq berdi. Hukumat hatto ota-onangiz o'lib ketsa, ularning dafn marosim ishlarining qandaq bo'lishi kerakligini belgilab berdi.
Xitoy hökuməti bu haqdakı belgiləmələrini icra qilish uchun yangi texnologiyalarning hammasiga tegudək müraciət qilgan. DNA sonliq ma'lumot ambiri, telefon tekshirish asboblari, nazorat qilish programmalari qatorliq vositalar Xitoyning Uyg'urlarga qarshi ishlatayotgan texnologiyalarining bir qismi hisoblanadi. Bu xildagi texnologiyalar Sharq Turkistondagi musulmon oz sonliqlarning odatdagi turmushlariga aralashishga qadar ishga selingan. Sharq Turkistonda kishilarga majburiy holda kommunistik partiya tashviqoti elib beriladi. O yerdagi xalqqa hukumat taraf yezib chiqarib bergan tarix o'rgatiladi. Lagerlarda och qo'yish, uyqusiz qo'yish, qiyin qistoqqa elish qatorliq ishlar mavjud. 1 million Uyg'ur bunda xo'rliq ichida yashaydi. Sharq Turkiston xalqi yashayotgan zimin doimla simvollik holda usti uch turma deb ataladi. Növbətdə Sharq Turkistonda yuz beriyotgani dunyodagi eng ig'ir kishilik huquq krizisidir. Xitoyning Uyg'urlarga qarshi yurgizayotganlar to'g'risidagi tushunchasi cho'nqur. Xitoydagi krizislar haqidagi ma'lumotlari keng doirlik. Uyg'urlarning beshiga kelgan fojialarga bo'lgan hissdoshlikqa chin ham samimiy bo'lgan Megha xon qizning texmi ko'p utuq va yaxshiliklarga erishishiga tilakdoshmiz. ھېكمەتيار ئىبراھىم تەييارلىدى. مەنبە ئۇيغۇرلار تور ژورنىلىنىڭ 6 سانىدىن ئېلىندى.